Ikkinchi jahon urushi tarixdagi eng dahshatli urushlardan biri sanaladi. Bu urushda faqat odamlar emas, balki texnologiyalar ham o'zaro to'qnash keldi. Va aynan shu janglarda bir tank qayerdandir paydo bo'ldi. Oddiy, arzon, lekin o'ta samarali. Xo'sh, bu qaysi tank bo'lishi mumkin? Keling, bugun buni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz markazida Mexanik War o'z kanali va biz boshladik. Sezib ulgurganingizdek, bu T-34-85 tanki. Oddiy tank qanday qilib qahramonga aylanishi mumkin? Bugun biz aynan shu savolga javob topamiz. Yaxshilab o'rnashib oling, biz boshladik. 1941-1942 Sovet ittifoqining asosiy tanki T-34 edi. U o'z davri uchun juda zo'r edi. Qiya zirh, yaxshi tezlik, ishonchlilik va ko'p son. Ammo 43-yilga kelib vaziyat keskin o'zgardi. Frontga yangi nemis tanklari chiqdi. Tiger, Pantera. Ular kuchliroq qurollangan, uzoqdan aniq ura oladigan, qalin zirhli edi. Oddiy T-34 esa dushmanni yaqinlashmasdan ura olmasdi. Minorasi tor edi, komandir ham o'q uzishga majbur bo'lardi. Bu esa jangda katta kamchilik edi. Shunday qilib savol tug'ildi. Qanday qilib T-34 ni yanada kuchli qilish mumkin? Muhandislar muammoni juda aniq tushundi. Yechim 3 ta asosiy o'zgarishda edi. 76 mm to'p o'rniga 85 mm to'p o'rnatildi. Endi T-34 uzoqdan ham dushmanga zarar yetkaza olardi. Yangi minora qo'yildi. Eng katta o'zgarish 3 kishilik minora. Endi komandir boshqaradi, nishonchi otadi, zaryadlovchi qurolni tayyorlaydi. Bu esa jang samaradorligini keskin oshirdi. Komandir uchun kupol qo'shildi. Endi u jangni yaxshiroq nazorat qila olardi. Va bu ham qandaydir bir tomondan ustunlikni T-34 tomonga og'dirdi. 1944-yildan boshlab T-34-85 frontga kirib keldi va tez orada asosiy tankka aylandi. Uning kuchi nimada edi? Asosan oddiy va ishonchliligi, tez va harakatchanligi, oson ta'mirlanardi. Ko'p son bilan ishlatildi va uni zavodlarda yig'ish juda ham oson edi. Sovetlar bitta narsani juda yaxshi tushungan edi. Mukammal tankdan ko'ra ko'p sonli yaxshi tank kuchliroq. T-34-85 aynan shu strategiyaning markazida edi. 1945-yil urush oxiriga yaqinlashmoqda. T-34-85 tanklari shahar janglarida qatnashdi. Binolar orasida harakat qildi. Oxirgi zarbani berdi. Va nihoyat Berlinni qo'lga oldi. Bu g'alabada T-34-85 muhim rol o'ynadi. Piyodalarni pana qildi. Nemis tanklariga qarshi turib berdi. Qisqa qilib aytganda, bu tank Is-2 tankining o'g'li sifatida bu urushda qatnashdi va ikkinchi darajali tank unvonini qo'lga kiritdi. Shunday qilib T-34-85 oddiylikdan qahramonlikka erishdi. Urush tugadi, lekin T-34-85 hikoyasi hali tugamadi. Bu tank urushdan keyin ham Koreya urushida qatnashdi. Vyetnamda ishlatildi, o'nlab davlatlarga eksport qilindi. Ba'zi joylarda u hatto 2000-yillargacha xizmat qilgan. Bu tank mukammal emas edi, lekin u arzon edi, ishonchli edi, oson ishlab chiqarilardi va eng muhimi, o'z vazifasini mukammal bajardi. Shunday qilib, T-34-85 tarixda juda ham muhim tank rolida ijro etdi. Xulosa qilib shuni ayta olamanki, T-34-85 bu shunchaki tank emas. Bu oddiylik, mehnat va g'alabaning ramzi. Oddiy dizayn, lekin buyuk natija. Shuning uchun ham u tarixda qahramon tank sifatida qoldi. Va men shuni ayta olamanki, urushda har doim ham sifat,
va mukammallik rol o'ynamaydi. Urushlarda asosan son va oddiylik, arzonlik ham ba'zida rol o'ynashi mumkin do'stlar. Va umid qilamanki, bizga hattoki shu arzonlik, oddiylik, ko'p sonlik, hattoki mukammallikni ham keragi bo'lmaydi. Avval aytganimdek, men hammaga tinchlikni tilayman. Bu son to'g'ri, juda ham qisqa bo'ldi, ammo qisqa bo'lsa ham hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman do'stlar. Kelgusi sonlarda uchrashguncha omon bo'linglar.